Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü liksimizi başlayımız küçük kaldık. Sizlerden huzur sürayımız. Beijing'in rayıga bakmay, Amerika keler hepte Tayvan'ga harbiy qurol yaratib berishni jakarlaydi. Mavzuli xabar 12-8 gün Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Cumhuriyetchilar Partiyasidan Kengash palatasi a'zosi John McCain haftaning birinchi kuni yani 12 ayning 7 kuni Washingtonda BBC Xitoy til programmasining muxbiriga Amerikaning Tayvanga harbiy qurol yaratib berish oldida turganligini, Beijing tarafning noroziligidan ansirmaydiganligini dalilladi. John McCain'in xizmetdaşları Tayvan harbiy qurol yaratib berish vaqtining kelar hafta ekanligini oshkorladi. John McCain'in xizmetdaşları, ishdaşları Tayvanga harbiy qurol yaratib berishni jakarlash vaqtining kelar hafta ekanligini oshkorladi. John McCain Washingtonda BBC'ning muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Men bu ishni yaxshi ish deb hisoblayman. Bu hem uzun taşlanıp kalgan iş. Şundakla hem bir yaxşı iş. Yani Tayvanga harbiy qurol yaratib berish şundakla bir yaxşı iş. John McCain, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Harbiy ishlar komitetining raisi hem Davlat Majlisi Kengash palatasi harbiy ishlar komitetining raisi hem izchil Amerikaning Tayvanga harbiy qurol yaratib berishini ilgari sürgen bir erbab idi. Beijing hükümetinin bunun qattiq inkas qaytarışının mümkünligini oylaganda John McCain mundaq ko'rsatdi. Bunun için ben herkes ansiramayman. Amerika Bloomberg axborot agentligining avval bu ismini xabarni tarqitib, 12 ayning o'ttirlarida Tayvanga 1 milyard dollar qimmatida harbiy qurol yaratib berdiganligini oshkorlagan edi.